Assalomu alaykum, tabobat muxlislari. Bugun so'z yo'q, to'g'ri aqllanish, salomatlik saqlash to'g'risidagi 18 ko'rsatuvni boshlaymiz. Bugun badanimizdagi oldin aytganman 10 sistema bor. Sistemalardan bittasi endokrin sistemi. Sistema degan o'zbekchasiga tizim deyiladi. Shu to'g'risida gaplashamiz. Bu so'z yo'qqa qiziqqanda, bu qiziqqan odam bu sistemalarni yaxshi bilish kerak, yaxshi o'rganish kerak. O'rganmasa qiyin bo'ladi. Shuning uchun men bugun shu to'g'risida gapirib o'taman. Mana suratini ko'rsataman. Mana shu endokrin sistemani surat hisoblanadi. Mana bosh qismimizda 3 bez bo'ladi. Gipofiz, gipotalamus deydi. Mana bo'yindan sal pastimizda qalqonsimon bez deyiladi. Undan pastroqda mana ilmoqsimon bez deyiladi. Mana oshqozon osti bezi deyiladi. Oshqozonimiz ya'ni me'dani ostiga joylashgan me'da osti deyiladi. Mana endi buyragimizni ustida joylashgan buyrak usti bezi deyiladi. Keyin mana jinsiy bezimiz erkaklarda, bolalarda ya'ni turmoq deyiladi. Tuxumdan haligi turmoq deb o'zbekcha aytyapman. Ayollarda, qizlarda mana bachadon deyiladi. Bachadonda mana 2 tomonda tuxumdan bo'ladi. Mana erkaklarda, bolalarda 2 mana ayollarda ham, erkaklarda ham bir juftdan bo'ladi. Mo'yak deyiladi. Tabobatda. O'zimiz o'zbekchada turmoq deyiladi. Shular haqida ham, shular ham mijozimizga bog'liq bo'ladi. Mana boshdagi 3 bez olov mijoz bo'ladi, ya'ni qaynoq mijoz bo'ladi. Mana bo'ynimizdagi qalqonsimon bez issiq hisoblanadi, ya'ni tepli hisoblanadi. Mana ilmoqsimon bezimiz shamol energiyasi hisoblanadi, shamolni boshqaradi. Mana me'da osti bezimiz namlikni hisoblanadi. Mana buyrak usti bezimiz quruq energiya hisoblanadi. Mana jinsiy bezda sovuq ayollardagi tuxumdan, erkaklardagi, bolalardagi mo'yak bir juftdan. Bular sovuq energiya hisoblanadi. Bularni endi energiyasini men aytib o'tib ketdim. Hozir men endi bulardan ishlab chiqaradigan vazifalari, gormonlar to'g'risida mana bor bu yerda. Mana har bitta bez o'zidan gormon ishlab chiqaradi. Shu badanimizdagi butun faoliyatni anasini shular
ishlab chiqarilgan garmon orqali boshqariladi. Butun suv tuz almashishi, qonni aylanishi, mineral moddalarni almashishuvi, suv tuz jamiki jarayonlarga mana shu 7 ta bezdagi ishlab chiqarilgan gormonlar shular boshqaradi. Ko'payib ketsa nimadir ozaytiradi, ozayib ketsa ko'paytiradi, kamayib ketsa ba'zilari kasal bo'ladi. Juda ko'payib, haddan tashqari ko'payib ketsa ham kasal bo'ladi, juda kamayib ketsa ham kasallik paydo bo'ladi. Mana shu yerda qanaqa qaysi bezda mana qanaqa gormon ishlab chiqarishini yozib qo'ygan mana sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun birpas ushlab turaman. Qiziquvchilar bo'lsa agar bularni endi hayotda gormon nima vazifa bajaradi, ko'payib ketganda nima hodisa bo'ladi, ozayib ketganda nima hodisa bo'ladi, bular to'g'risida agar gapiraman desam soatlar ag'datsam kun ham yetmaydi, hafta ham yetmaydi. Lekin mana bularni asosiy bizga kerakli bo'ladigan asosiy vazifalarni qisqa qilib aytib o'tib ketaman. Mana bizni mana boshdagi gipotalamus, gipofiz bezlar asosan jamiki badanimizda ro'y beradigan hodisalarga asosan shu orqali ishlab chiqarilgan gormonlar. Bosh miya oldingi ko'rsatuvlarda aytdimku, badanimizni bosh miya boshqaradi dedimku. Shunda asosiy bularni boshqaruvchi ish bajaruvchi organlar mana shu bezda hisoblanadi. Bular bezda gormon ishlab chiqarib qonga beradi. Qon orqali keyin badanimizda o'zgarishlar keyin paydo bo'ladi. Suyakda, qonda, hamma nimalarda shular qatnashib butun sog'lig'imizni saqlashga mana shu eng boshqaruvchi organ yuqorida turuvchi 3 ta bez. Lekin asosiy 2 ta bez, bittasini vazifasi yaxshi o'rganilmagan. Asosiy 2 ta vazifasi, asosiy 2 ta bez boshqaradi. Endi mana qalqonsimon bez tepla deyiladi, ya'ni issiq. Bizni yuragimiz bilan aytdimku, yurak ingichka o'chak bizda issiqlik hisoblanadi, ya'ni tepla. Yuragimizni tez urishi yo sekin urishi mana shu qalqonsimon bezdan ishlab chiqqan gormonga bog'liq. Agar masalan bosh miyamizga kislorod yetmay qoldi, kislorod yetishmaydi. Yetishmaydigan bo'lsa, kislorod aytadiki, bosh miya menga kislorod yetishmayapti, kislorod ko'proq yubor deydi. Shunda mana qalqonsimon bezga buyruq keladi. Bu keyin
garmonu chiqarib qo'lga beradi. Qo'ldan keyin yurak kelgandan keyin yurakni tez urishni boshlaydi. Yurak. Agar yurak kuchayib ketsa, urish tezlikka ketsa, keyin bu bo'ladi. Garmonni pasaytiradi. Ko'proq chiqsa tez uradi, keyin ozroq chiqsa normada uradi. Boshqaradi. Mana ilmoqsimon bez shamol energiyasini boshqaradi. Jigarimizni, o't tufagimizni, keyin bu bizni badanimizdagi immunitet, aytib o'tgandim oldin ham, immunitetimizni boshqaruv markazi hisoblanadi. Boshqaruv idorasi. Asosan immunitetimizni shu orqali boshqariladi. Bu yoshligimizda bez katta bo'ladi, qariganimizda bu bez borgan sari kichkina bo'lib, oxiri 5 gram, 6 gram darajasiga tushib qoladi. Shuning uchun qarilikda immunitet past bo'ladi. Qarigan kishilarda immunitet past bo'lishi bu ilmoqsimon bez kichrayib, yillar o'sha kichrayib, oxiri kichkina bo'lib 5 gram, 6 gramga tushib qoladi. Asli nima deydi? 25-30 gramgacha chiqadi o'zi. Balog'at yoshiga yetganda. Yillar mobaynida faoliyati pasayib boradi. Endi mana beda osti bezi namli hisoblanadi, vlajniy deyiladi. Tabobatda balg'am deyiladi. Bu asosiy vazifasi bizda yog' bilan go'shtdan boshqa jamiki yegan taomlarimizni, ya'ni uglevodlarni ko'proq gormonlar bilan, ya'ni ularni glyukozaga aylantirib berish uchun, yo'g'isi glyukoza ko'payib ketganda nimaga uglevodga aylantirish uchun xizmat qiladigan gormonni ishlab chiqaradi. Asosan 4 ta gormon ishlab chiqaradi. O'shalarni boshqaradi, regulovka qiladi. Shundan bittasi bu yerda Langesberg nimasi bor, bo'lagi bor. Şeyda insulin degan gormon ishlab chiqaradi. Bu insulin qo'ldagi agar glyukoza kam bo'lsa, uglevodni qo'lga glyukozaga aylantirib beradi. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan glyukozani yegan o'sha gormon nimalarni, uglevodlarni glyukozaga aylantiradi. Agar glyukoza ko'payib ketsa, unga qarshi tanaffus gormon bor, o'sha ishlab chiqaradi. Glyukoza ko'payib ketganda u glyukozani parchalovchi gormon ishlab chiqaradi. Keyin u siydik orqali buyrakni kuchaytirib, siydik orqali chiqarilishga yordam beradi. Mana buyrak usti bezimiz bu energiyasi quruq hisoblanadi, so'q deyiladi. Ya'ni buyrak usti bezini xalq tabobatda savdoyam deyishadi. Mana sovuq bilan birga ikkalasini aralashtirib, bu buyragimizni faoliyati bilan keyin suyagimizdagi jarayonlarga boshqaradi. Suyagimizdagi jarayonlarga. Buyragimizda tez ishlashi, sekin ishlashi, badanimizda suv ko'payib ketganda buyrakni tezlattirib, siydik orqali, siydik qo'piga ulangan kanal orqali siydik qo'piga yig'iladi. Agar normal bo'lsa, u buyrak o'z holatida ishlayveradi. Agar badanimizda suyuqlik ko'payib ketsa, qonimiz suyulib ketganda, bu buyrak kuchli ishlab,
badanimizga ortiqcha suyuqlikni siydik orqali chiqarib tashlaydi. Oldingi apparatimiz orqali siydik orqali chiqarib tashlanadi. Endi mana bu jinsiy bezda buni energiyasi sovuq hisoblanadi, ho'l deyiladi. Bular bizdagi chiqadigan erkaklarda testosteron degan gormon ishlab chiqaradi. Bu bolalikni erkaklikka tayyorlash. Balog'atga yetganda shu keyin muskullarimizni butun mana shu testosteron gormoni bizni muskullarimizni quvvat bilan ta'minlaydi. Testosteron bolalarni erkaklikka tayyorlaydi. Ya'ni ovozini durillashiga, keyin soqol mo'ylab chiqishiga, ko'kindagini chiqishiga, erkaklik sifatlarini ovozi durillashiga, gavdani rivojlanishiga asosiy gormonlar ishlab chiqadi. Moyagimizda spermatozoid deyiladi tabobatda. Ya'ni shariatda erkaklik pushti deyiladi. Rusçada sperma deyiladi. Yani şeriatta manliyan deyiladi. Manli. Kur'an-ı Kerim'de bir lütfeden sizleri yaratganman deydi. Lütfe degeni o'sha spermatozoid deyiladi. Tabobatda. Ana shu moyani ichidan ishlab chiqaradi spermatozoid. Ya'ni erkaklik pushti. Buni moyani po'stloq qismi testosteron, erkaklarda testosteron ishlab chiqaradi va attamasi ikkita asosiy gormon ishlab chiqaradi. Ayollarda mana bachadon mana keyin mana ikkita tomonda tuxumdon deyiladi. Tuxumdon ayollikni shakllantiruvchi estrogen degan ayollarni gormoni ishlab chiqaradi. Keyin bularda folikulyar voyaga yetgandan keyin folikulyar urug'larni ishlab chiqaradi, yetiluvchi. Ana erkaklik manlik bilan qo'shilganda homila paydo bo'lishiga yordam beruvchi folikulyar yetiluvchi folikulyar ishlab chiqaradi. Bular voyaga yetgandan keyin o'smirlik davridan balog'at yoshiga yetgan mahalda shularda keyin ya'ni hayz ko'rish boshlanganda shunaqa ishlab chiqaradi. O'g'il bolalarda ixtilom bo'lib qolganda, ya'ni kechasi o'sha manlisi paydo bo'lib, kechasi ixtilom bo'lib bulg'anadigan mahalda bolalarni kabirga o'tadi. Sag'ir degani voyaga yetmagan deyiladi. Shariatda kabir degani balog'atga yetdi degani. O'sha balog'atga yetish davri o'g'il bolalarda ixtilom boshlangandan boshlanadi. Qiz bolalarda hayz qoni kelgandan keyin balog'atga yetdi deyiladi. Bizda qiz bolalar 9 yosh, 12, o'g'il bolalar 12 yoshda shariatda belgilangan. Endi bu nisbiy yoshlar hisoblanadi. Bu ba'zi bolalarda 15 yoshda ham balog'atga yetishi mumkin, ixtilom bo'lishi mumkin. Ba'zi bolalarda 11 yoshda bo'lishi mumkin, 12 yoshda, 13 yoshda. Qachonki shu ixtilom boshlansa, keyin balog'at yoshi hisoblanadi. Qizlarda qachonki hayz qoni kelsa, bularda ham har xil yoshda bo'lishi mumkin. Mijoziga qarab, yeyotgan taomiga qarab,
yashayotgan muhitga qarab har xil yoshda bo'lishi mumkin. Buni yosh hisob emas, faqat balog'at yoshi, ya'ni qayz ko'rganda qiz bola balog'at yoshi hisoblanadi. Mana endikini sistemalarni, 7 bizini asosiy vazifalarini sizlarga tushuntirib berdim. Endi buni mukammal o'rganaman degan odam bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa, fiziologiya degan fan bor. Shuni topib hammasini mukammal o'rganish mumkin. Institutda, nimalarda, medshkolada, texnikumlarda bularni o'rgatadi. Oliy ta'lim, o'rta meditsina ta'limlarda. Lekin biz nima bo'yicha, so'zjog bo'yicha bularni vazifasi asosan mana shu hisoblanadi. Endi men sizlarga bizda ko'p uchraydigan surunkali kasallardan, ya'ni surunkali deganim davomiy, yillar davomida tuzatib bo'lmaydigan kasallardan bittasi mana shu, ya'ni sahr kasali, diabet kasali deyiladi fanda. Ana shu sahrli diyabet ham deyiladi. Shu to'g'risida asosan gapirmoqchiman, tushuncha bermoqchiman. Demakki, hozir dunyo bo'yicha shu diabet kasalligi juda ham ko'payib ketgan. Yuqori o'rinlarga chiqib ketgan. Shuni men hozir sababini aytib bermoqchiman sizlarga. Nimaga sahr kasali? Sahr kasali o'zi ikki xil bo'ladi. Diabet kasali. Sahrligi bo'ladi, 100% diabet bo'lsa, misol, shundan bir 15%si sahrsiz bo'ladi. 85% atrofidagilari sahrli. Sahrlari ko'p bo'ladi, sahrsizi oz bo'ladi. Sahrsizi mana bosh miyadagi bezlarning faoliyati buzilgandan sabab bo'ladi. Ama sahrligi mana shu me'da osti bezini faoliyatini yoki to'xtab qolishidan yoki sust ishlashidan. Sust degani juda past darajada ishlaydi, charchagan. Ya'ni bunda o'sha insulin moddasi, insulin gormoni yo kushod chiqmay qoladi, to'xtab qoladi yoki oz miqdorda chiqadi. Juda ham oz miqdorda chiqadi. Shuni hisobiga shu sahr kasalida yo insulin oladi, yo insulinga o'xshagan tabletkasi bor. 4 xil, 5 xil. Shu tabletkasidan ichib yuradi. Bu nimaga sahr kasali, nimadan kelib chiqadi desangiz, sababi nima degan ko'p savollar berishadi. Buni sababini o'zi chekkadan tushuntirib beraman. Oldingi safarda ham aytganman, o'tgan ko'rsatuvlarimizda insonlar ko'pincha nafsini so'ziga kirib, ya'ni nafsini ushlolmaydi. Men aytdimki oldingi safarda baloyi nafs bor, shahvoniy nafs bor, havoyi nafs deganman. Bilmoqchi bo'lganlar oldingi ko'rsatuvni ko'rsa tushuntirib berganman. Shu baloyi nafs so'ziga kirib, nihoyatda ko'p ovqatlanadi. Haddan ziyod ko'p ovqatlanadi. Ovqatga ruju qo'yadi. Ya'ni kuchli ovqatlarni ko'p yeydi. Kuchli ovqat nima desangiz,
go'sht ko'p ovqatli, hayvon yog'i aralashtirgan ovqatli, qovurilgan ovqatli, kuchli ovqat, kaloriyasi yuqori ovqat hisoblanadi. Bularga misollarga ko'p keltirish mumkin. Qovurdoq bor, qozon kabob bor, shashlik bor, so'msa bor, qo'y yog'ida, qo'y go'shtida devizada qilingan oshlar bor, qazi bor, norin bor, besh barmoq bor, keyin shunga o'xshagan ovqatlar, bular kaloriyasi kuchli ovqatlar, mazali ovqatlar ya'ni. Ana shular ularni ba'zi insonlar juda ko'p iste'mol qiladi. Keragidan ortiqcha iste'mol qiladi. Shuni hisobiga uni hazm qilish uchun me'da osti bezi kechasi kunduzi tinmay ishlaydi. Ishlaganda ham qanaqa ishlaydi? Yugurib ishlaydi. İnson bir masofaga borish uchun piyoda yuradi. Piyoda yurganda inson bir soatda 5-6 kilometr yuradi. O'rtacha yurganda. Tezroq yursa, tez yursa 10 kilometr yuradi. Lekin kunlar yursa 15 kilometrgacha yuradi. Kunlar yurish degani marafoncha yugurish. Hani 100 metrga yugurish tez yugurish hisoblanadi. Marafoncha yugurish kunlar. Bundan yurishi marafoncha yugurish deyiladi. Shu tezligi soatiga 15 kilometrga chiqadi. Shu me'da osti bezimiz shunaqa kunlar yuguradi. 24 soat kunlar yuguradi. Shuni hisobiga muskullar charchaydi. Quvvat pasayib ketadi. Yillar mobaynida yugurib, oxiri charchab, o'sha ishlab chiqaradigan insulin moddasi keyin chiqmay qoladi. Qushab to'xtab qoladi. Agar biz o'sha taomlarni o'rtacha holatda yo oz miqdorda yeganimizda shu holat bo'lmas. Biz o'zimizni, ruhimizni xursand qilish uchun, nafsimizni qondirish uchun, baloyi nafs qondirish uchun shunaqa kuchli ovqat yeyveramiz. Kaloriyasi kuchli ovqatlarni yeyveramiz. Natijada bizni me'da ostimizga nagruzka tushadi, qiynaladi, azoblanadi, oxiri quvvatdan qoladi. Shuni orqasida insulin moddasi chiqmay qoladi. Qonimizda glyukoza ko'payib ketadi. Shuni orqasidan biz keyin qiyin ahvolga tushib kasal bo'ladi. Shuni orqasidan siydigimizda buyrak siydik orqali ham glyukozani chiqarib tashlaydi. Ya'ni saharni siydigimizga orqali ham chiqarib tashlaydi. Demakki, ko'payib ketgandan keyin o'zini qo'ygan joy topolmay qoladi sahar kasalda. Quvvati qolmaydi. Yurgani ham modari qolmaydi. Sahar glyukoza ko'payib ketgandan keyin. Qonda sahar ko'payib ketgandan keyin qon tomirlarini yemilishi boshlaydi. Sahar ko'payib ketdi. Hech bilasizlarmi? Choyga novvot, shakar yo qand solsangiz, yo asal solsangiz ko'proq, qo'lingizga tegizsangiz, haligi suyuqlik choy chip-chip qiladi, quyuqlashadi. Shu qon quyuqlashib ketadi sahar ko'paygan. Quyuqlashib ketgandan keyin yurak qonni haydashga qiynaladi. Haydashga quvvat yetmaydi. Demak,
qon quyilib qolgan. Majbur bo'ladi yurak tez yurishga. Nimaga? Bosh miyaga, badallarimizga qon yetkazib berish kerak. Qon quyilgandan keyin hujayralarga, muskulimizdagi, bosh miyamizdagi ham organizmga, hujayralarga kislorod yetishmay qoladi. Kislorod yetishmagandan keyin yurakni miya buyruq beradi, tezroq ur. Anga kislorod yetishmasa deydi. Kislorodni qon yetkazib beradi. Glukozani qon yetkazib beradi. Miyaning asosiy ozuqasi glukoza hisoblanadi. Glukoza, kislorod, keyin issiqlik. Qonning vazifasi issiqlik bilan, glukoza bilan, kislorod bilan, minerallar bilan ta'minlash vazifasi. Qon quyildimi, miyaga ham, tanamizdagi bütün hujayralarga qon yurish qiyinlashadi. Yurak yetkazib majbur bo'ladi tez yurishga. Keyin nima bo'ladi? Tez yuravergandan keyin davleniya ko'tariladi. Davleniya qon tomirlarini ishdan chiqaradi. Qon tomirlar ishdan chiqqan joyiga keyin qonni tarkibida men aytganman 8 xil modda bor. O'sha 8 xil moddaning ichida trombosit degan modda bor. Keyin elektrosit degan, leykosit degan modda bor. Asosiy 3 ta, lekin tam 5 tasi bor. Men sizlarga aytib beraman. Trombosit modda qon yorilib ketmasligi uchun haligi zararlangan joyiga trombosit modda bo'lib o'sha yo'lini to'sadi. Ya'ni o'sha qon tomir, quyuq qonni tomiri zararlab teshishga harakat qiladi. Yemirishni boshlaydi. Suyuqlik yemiradi. Suyuqlik qon tomirlarini yemirishni boshlaydi. Bilasizlarmi? Yosh bolalar qand ko'p yeydi. Shirinlikni ko'p yeydi. Nima bo'ladi? Ko'p yeyavergandan keyin mana tishlarimizni emal qavatini yemirib, tishlar yemirishni boshlaydi. Yemirib, oxiri tishlari tushib ketadi yosh bolalarda. Haligi chaqaloqlik vaqtidagi tishlar hammasi yemirib to'kilib ketadi. Nimaga shular yemiriladi? Chunki qand ko'p yeydi. Yosh bolalar mijozi shamol mijoz bo'ladi. Ya'ni 12 yoshgacha aytdim-ku, yugur, tapir-tupir, baqir-chaqir, shamol ular. Bir joyda turolmaydi. Shuning uchun ularga nima kerak? Mijozni normallashtirish uchun shirinlik kerak. Shirinlikning mijozi namlik hisoblanadi. Ya'ni balg'am. Mana bu shamol mijoz, bu issiq mijoz, iliq mijoz, namli mijoz, quruq mijoz, sovuq mijoz. Mana buni to'g'irlab turadigan namlik hisoblanadi, quruq hisoblanadi. Shamol mijozga nam kerak. Shamol mijozga quruq kerak. Bu kuchayib ketsa, shamol kuchayib ketsa, bu namli yetarli bo'lsa, kuchaysa, inaki shamol o'ziga keladi. Namli shuning uchun yosh bolalar shirinlikni yaxshi ko'radi. Nimaga? Shamol kuchayib ketadi-da. Shirinlik yeb tursa, o'zini sekin normallashtirib, o'zini yaxshi his qiladi. Shirinlikni ko'p yeyaverganda keyin tishlari yemirilib, to'kilib ketadi. Shuning uchun shirinlikni ko'p yegan odam qon tomirlarining ichi zararlanadi, yemiriladi, parashlab qoladi. Haligi parashlagan, teshilaman degan joylarga trombosit kelib, haligi joyga bekitadi. Ya'ni tromba hosil bo'ladi, quyqa. Hiç ko'rganmisizlar? Haligi tovuq so'yganda, qo'y, mol, echki so'yganda qoni oqadi, bir pasda laqsab qoladi. O'sha laqsab bo'lishiga sabab trombosit, qonni tarkibidagi trombosit o'sha qonni quyiltirib laqsab qiladi.
Ana shu joyga inan keyin trombosит yig'iladi. Tomirlar zararlangan joyda. Shuni hisobiga qonni qaydadir miqdori, qaydadir sag'ir bo'lgan odamlarni qon tomirlari zararlanib ketadi. İçlari qon tomirlari ich. Shuni hisobiga birinchi sag'irni zarari oyoq qon tomirlarini hammasini zararlab qo'yadi. Oyog'iga qon yaxshi bormay qoladi. İçlarini tromba bosib ketadi. Oyog'i soviydigan bo'ladi. Hatto nervlarni ham zararlab, ba'zi sag'irlarni kuchayib ketganda oyoqlari issig'ini, sovug'ini sezmaydigan bo'lib qoladi. Mana shu sag'irli asorat. Mana ko'zimizga kelgan qon tomir bor. Shu qon tomirini ham zararlab, qon yaxshi kelmay qoladi ko'zga. Ko'z bilan ta'minlovchi qon tomiri zararlab, qon yaxshi kelmaganda ko'zi ko'rmay qoladi. Oldin xiralashadi, keyin kishot oq qorani ham eritolmay, yorug'ini ham eritolmay qoladi. Sag'ir kasali. Eng asosiy zararlaydigani birinchi qon tomir, ikkinchi oyoq hisoblanadi, uchinchi ko'z hisoblanadi. To'rtinchi trombalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu tromba keyin sekin pastdagi tromba ba'zisi yurak tezraversa ko'chib, keyin mana bizni mana yuragimizga kelgan aorta qon tomirlariga, yo'nisi vena qon tomirlariga kelib managa o'rnashib qoladi. Buni orqasida keyin yurakdagi qon, yurakka qon kelib yaxshi o'tolmay qoladi. Yurakka o'tgan qon keyin qon tomirga qaytib chiqolmay qoladi. Buni hisobiga yana davleni, yurak tezlishi, yana yurakning muskuliga kuch keladi. Yurak yugurib ishlashga to'g'ri keladi. Buni orqasidan yana davleni paydo bo'ladi. Buni orqasidan. O'zi qonni quyilishidan bitta davleni paydo bo'ladi. Keyin mana yurakka kelgan trombani orqasidan yana yurakka nag'zi keladi. Managa tromba o'rnab qolgandan keyin bu yerda mana yerda og'riqlar ba'zida paydo bo'ladi, sanchiqlar paydo bo'ladi. Buni o'tini stenokardiya deyiladi. Sal nag'zga kelsa, yo kuchli ovqat yeganda, yo sal bir harakat qilganda, sal o'sha yerda og'riq, sanchiq, sovuq ter chiqadi, sanchiq paydo bo'ladi, o'zini yomon his qiladi, o'tirib oladi. Ana shu sag'ir kasali asoratlari hisoblanadi. Sag'ir kasaliga demak sabab nima ekan? Kuchli ovqatlarni ko'p yeyishlik, shirinliklarni ko'p yeyishlik, kaloriyali ovqatlarni ko'p yeyishlik, quyuq ovqatlarni ko'p yeyishlik, nafsimizni xursand qilib, ruhimizni xursand qilamiz, tanamiz kasal bo'ladi. Sababi shundan bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman. Kasallikning 70% mana shu ko'p yeyishlik, aralashtirib yeyishlik, kuchli ovqatlar yeyishlik, kuchli yuqori kaloriyali. Bilmasdan yeyishlik o'ziga to'g'ri keladimi, kelmaydimi taom. Mijozini bilmaydi taomni. Suyuqlikni kam ichishlik. Shuni orqasidan kelib chiqadigan kasallardan bittasi mana shu sag'ir kasali, ya'ni diabet kasali. Bu surunkali kasallik buni. Har tabobatli buni davo qila olmaydi. Faqat insulin tabletka bilan yuradi. Parhez qilib yurgan odam yurishi mumkin. Parhezga qilmagan odam ketib qoladi. Doktor doriga, vrach doriga, ukoliga ishonma. Ular sizni tormozlab turadi xolos. Ya'ni
şu kasalınızı rivojlanmaz ketişliğine sebep bo'ladi xolos. Davolamaydi o. Qachon nafsga bir ushlasangiz, qattiq nafsingizni so'ziga kirmasangiz, siz undan keyin kasalingiz asta-asta, sekin-sekin pasayadi. Davolash mumkin 100%. Lekin nafsining so'ziga kirgan kishi davolash mumkin. Nafsining so'ziga kirmagan odam davolanmaydi. Dunyoda davolanmaydi. G'arb davlatlarida davo yo'q. O'sha 100 yillikcha davosi yo'q kasallikni ro'yxatga kirgizib qo'ygan. Buni o'zimiz sababchimiz. Sag'ir bo'lishiga, davleniyamiz o'sishiga, yuragimiz tez urishiga, o'zimizni nafsimizni so'ziga kirganligimizdan bo'ladigan kasallik. Shuni bilsani, o'zini irodani so'ziga kirsani, o'zini boshqarish bilsani, shu kasallikka uchramaysizlar. Davleniyaga ham uchramaysizlar, sag'irga ham uchramaysizlar. Qorin ham chiqmaydi. Sog'lom yurasizlar. Bugungi ko'rsatuvni tugatamiz. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.